Hurmatli haydovchilar, bilasizmi? Oddiy parasetamol yoki grippga qarshi dorilar sabab avariya bo'lishingiz mumkin. Ba'zi dorilar uyquchanlik chaqiradi, e'tiborni pasaytiradi va reaksiyalarni sekinlashtiradi. Masalan, aspirin, parasetamol, ibuprofen isitma va bosh og'rig'iga qarshi bo'lib, lekin miyada tormozlanish jarayonlarini faollashtiradi va reaksiyalarni sekinlashtiradi. Loperamid, serukal kabi moddalar esa ko'ngil aynishga qarshi bo'lib, diqqat e'tiborni pasayishiga olib keladi. Tarkibida fenilefrin va xlorfeniramin tutgan grippga qarshi dorilar uyquchanlik chaqiradi va bu haydovchi hayoti uchun bevosita xatarli hisoblanadi. Tasavvur qiling, yo'lda ketyapsiz, to'satdan bir bola yugurib chiqdi. Siz tormozni shoshilib bosishingiz kerak, ammo dori sabab 1 soniyaga kechikdingiz. Bu bola hayoti uchun va sog'ligi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Shunchaki, agar haydovchi bo'lsangiz, har qanday dorini ichishdan avval uning yo'riqnomasidagi transport vositalarini boshqarishga ta'siri qismiga e'tiborli bo'ling. Haydovchi do'stlaringiz va tanishlaringizga buni yuborib qo'ying.